Kichkina tajribam, demak, kichkina tajriba o'tkazildi. Demak, bu 30-iyun sanasidagi, ya'ni bugun 5:07 sahar ko'rsatkich, glyukoza ko'rsatkichi 6,3. Och qoringa, ozgina baland. Sababi esa 2 kundan beri sport mashg'ulotlari tashlab qo'yilgan. Demak, keyin ko'rsatkich 7,3 soat deyarli 8 da ko'rsatilyapti. Och qoringa bugungi sana. Tak, obed kech bo'lgan soat 15:00 da kuksi, ya'ni oq unga lapsha plus non oq unga. 5 soatdan keyingi показания ko'rsatkich 7,3. U pikovo holatda kim biladi 15 ga borib keldi bo'lmasa kerak. Tak, undan keyin mana soat 8 da o'chinyapti. Ujindan oldin 7,3. Ujinga osh, опять-таки, ya'ni guruch, indeksi baland bo'lgan mahsulot saharda yaxshigina ko'taradi. Так, ujindan keyin programma trenirovki. Demak, u dasturga 200 ta отжимания, приседание bilan aralashtirib 200 ta отжимания plus приседание и холодный душ, ya'ni stressовый holat. U yana saharda ko'tarish kerak aslida. Lekin mana soat 8 da o'chanayotgan bo'lsa, tak, ujin, osh, mumkin emas bo'lgan ovqat plus trenirovka plus mumkin emas bo'lgan stressовый holat, холодный душ и 2,5 soatdan keyin показания. 5:06 soat 10:30 deyarli 30-iyun to'q qoringa. Tak, tajribadan xulosa shundaki, diabetik odamlar, endi birinchisiga javob bera olmayman, ikkinchi tip diabetiklar uchun sport bu muhim narsa. O'zlaringiz yaxshi ko'rasizlar.